Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Mana bugun Namangan viloyati Chortoq tumani Tinchlik MFga keldik. Yusuf aka bilan hozir video olyapmiz o'zlari. Iltimos qiluvdilar, mana ozroq bo'lsa ham faqat boshlashga inkubatsiya joyiga 1 kvadrat cho'lchak olib kelganmiz. 1 kvadrat bilasizlar bizda 3 ta baranka bo'ladi. Lekin Ramazon tuhfasi qilib 1 baranka qush uchasi bilan olib keldik. 4 ta bo'ldi. Mana hozir bu yerda qo'yish jarayonimiz. Tushiraylikmi? Olib kelsangiz, hozir bu yerga olib kelsangiz, cho'lchaklarni. Mana do'stlar, cho'lchakni qo'yish jarayoni ketyapti. Hozir buraya boshlaraman. Cho'lchaklarimiz. Bu yerga olib kelib, buni yapishtirib. Şu ölçülerimiz varlıklarımız içlikte bo'ladi. Hozir bahor oyi tuxumlaydigan, lichinkalaydigan, ko'payadigan payti. Bu paytda o'lchalarimiz rosa ko'payadigan payt. Xudo xolasa shu ko'ramiz hozir. Yaqinlashtiryapsizmi? Hozir. Mana bu shu o'lchamlar yana ikki oyda zichligi ortib, tuxumlar lichinkalab ko'payishni boshlaydi, xudo xolasa. Mana bu güzel. Bu çok ketgan. Yaqinroq olib kelganda ko'rinadi. Qisqasi, kimdan kim qiziquvchilar bo'lsa, Biagomuz kerakmi, Kaliforniya cho'lchalar kerakmi, bemalol murojaat qilaverasizlar. Olib borib, qo'yib berib, o'rgatib, kitoblarimiz va qo'llanmalarimiz o'rgatamiz va keyinchalik chiqqan Biagomuzlarni o'zimiz sotib olish sharti bilan beramiz. Bemalol murojaat qilaversa, telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsalaring, batafsil buni qanday tayyorlash jarayoni boshqalar to'g'risida ma'lumot beramiz. Like bosib qo'yasizlar.